Dada, tuzukmisiz? Bolalarim mani vasiyatimni eshitdinglar. Ye dada, hali sog'ayib ketasiz. Birgalikda ukamni to'yini qilamiz. Unaqa demang. Yo'q o'g'lim, kunim bitganini sezyapman. Vasiyatimni eshit. Nima o'zi vasiyatingiz? Katta o'g'lim, senga YouTube kanalim bilan Dalahovli. O'rtanchim, senga TikTok akkauntim. TikTok? Instagram akkauntim bilan uy, joy, mol, mulkim, qolgan hamma biznesim kenjatoyimga. Qanaqasiga ukamning Instagram? Katta o'g'il men tug'ilganimda xalqqa osh bergansiz o'g'il ko'rdim deb. Nima qilaman? YouTube'ingiz bilan Dalahovlingizni menga bering, Instagramingizni. Mazzayu aka, dadam Astanobkada yotamanmi? Dalahovli bilan YouTube akamga ketgan bo'lsa, Instagram bilan uylar ukamga ketgan bo'lsa, zerikdim. Men 27 yoshimgacha battle o'ynaverib dada. O'zim ham planingizda ham bo'lmagan bo'lsam kerak. Yana qarigan chog'ingizda meros so'ram tashib ketyapsiz. O'zi vobshe o'rtanchi o'g'il bo'lib tug'ilmaslik kerak ekan. Korotchi menga Instagramda beringlar, menga uy ham mashina ham kerak emas. Bitta gif qilib o'zim eplab olaman. Hey, talashmanglar. Hamma platformamda milliondan oshiq obunachilar bor, hammanga yetadi. Ha, obunachisi ko'p dada. Shuning uchun YouTube bilan Dalahovlini mana Ahrorga bering. Undagi TikTokni ukamga bering. Ukamga bo'laveradi TikTok. Menga Instagramda beravering. Men Instagramni hech kimga bermayman. Hey! Vasiyatimni o'zgartirmanglar. Bo'lmasam hammasini delete account qilib yuboraman. Telefon? Muncha vahima qilasiz aka, yashirib qo'yganman. Unda parollarni aytmay ketaman. Parol? Yo'q, men parolni bilmayman. Men ham bilmayman. Dadajon, hali sog'ayib ketasiz, hali ko'p birgalikda battle o'ynaymiz. Aka, gapiring. Aytib ketaring parolini dada. Chiq hamma bu yerdan. Bitta kirasan, parolini qulog'ingga aytaman. Ketdi. Azizlar, bu videoda qaysidir blogerni 50-yillari o'tib turganida tasavvur qilib, balki o'zimizdadir ijtimoiy tarmoqda meros qilib qoldirishi mumkin deb shu videoni oldik. Sizlardan bitta narsani iltimos qilib qolamiz. Kommentariyada tanigan blogerlarni atmetiya qilib ketinglar. Qani ular nima fikr bildirishar ekan videoga. Lekin Instagramni baribir qandaydir qilib olaman baribir. Ya, o'rtanchi o'g'il bepalan bo'lib qoladimi deymanda, hammalaringga rahmat.